Oylik to'lov $170 dan mana shu Matizimiz halollansiz savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Chiroyli obzor qilib beramiz. Akalar, mashina holati juda ham yaxshi ekan. Ko'rib turgan bo'lsanglar, nomerlari yaxshi, faqat nomeri o'zgaradi akalar. Mashinamiz yil 2010, faralari yaxshi holatda. Balon holatlari ham juda ham yaxshi. Hakamgilar o'zligi uchun kosmetika qilib tomdan pastiga septirib qo'yishgan ekan, lekin orqa oldi xudo xolis tomlari butun bo'lib turibdi. Dashi momentlarni ham ochib bitta ko'rsataman mana akalar. Chiroyli bo'lib turibdi. Bemalol ko'rib olsanglar, mashinaga tushungan odam xudo xolis bitta ko'rib, sirazi nimaligini bilib oladi bu narsani akalar. Mashinamiz birinchi paysi akalar, ko'rib turgan bo'lsanglar. Chexollar yomon holatda emas, akalar, yaxshi holatda ham emas, o'rta holatda. Xo'p, buni bitta olasanglar yudirib yaxshisini taqib olinglar yoki yengilsini olib taqib olganingiz yaxshi. Imkon qadar polklar yaxshi holda, o'zini ham qarorlar akalar. Hop, 245 ming kilometr yurgan mashinamiz, mexanika ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma narsasi bor. Tayyor holatda akalar. Imkon bo'lsa kelib bitta haydab ko'ring. Yoqsa, baraka qilsangiz bo'ladi. Orqasida yengillanisi metan gazlarigacha bor. Mashinamiz faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beriladi akalar. Boshiga $600 berasiz. Oylik to'lov keladigan bo'lsa, $170 dan 24 oyga akalar. Xullas, tegirgalar nomerlarni qoldirdim. Aloqaga chiqinglar. Mashinaga yaxshi Matiz qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zinglar ehtiyot qilasizlar. Rullari gidravlikaligi etish esimdan chiqdi akalar. Gidravlika rullari akalar.